Assalomu alaykum. Qurilish qilmoqchi bo'lganlarga penabloylar bor mana. Sifatiga javob beramiz. Qattiq. Qattiq. Ishonchli. Hop, penabloyli tarkibi gips bo'ladi. Gipsga sement qo'shiladi me'yorida. Pena qo'shiladi. Gips, sement, pena. Gips kelib chiqishi tosh. Tog'li toshini maydalangani. Shu uchovi qo'shiladi penabloyga. Asosan gipsdan bo'lganligi uchun utuplitili o'zi bilan bo'ladi. Bunga utuplitel qilish shart emas, steklavada qoplash shart emas. O'zi issiqda, sovuqda o'tkazmaydigan narsa bo'ladi bu. Mana qattiqligi nihoyatda mustahkam. Murojaat uchun quyidagi raqamga murojaat qilaverasizlar bemalol. Mana nomer 94 582 1001. Manzil Shahrixon. Soqovotli yo'li.